Xullas do'stlar, soat 1:50 va men yo'lga chiqdim. Hammaga hello my gay people. Sizlarni YouTube'ga 4-vlogimda ko'rib turganimdan juda xursandman. Bu safar sizlarni Litva poytaxtiga Vilnyusga olib ketaman. Litva bu Latviyaga qo'shni davlat bo'lib, poytaxti Rigadan 300 kilometr uzoqda joylashgan. Vlogimda men qanday xatolar qilganim, qayerlarga borganim va yana shunga o'xshash ko'plab savollarga javob topasiz. Va vlogim oxirida o'zi Vilnyus tashrif buyurishga arziydimi degan savolga javob beraman. Va hamma gay people hozir soat tungi 3 va bu meni qilgan eng katta xatoyim. Buni video davomida tushunib yetasiz. Shunaqa qilib my gay people men avtobusga chiqdim. Afsuski avtobusning yarmi bo'sh edi. Avtobusga borish va kelish bilet narxi 12 yevroga tushdi. Xullas juda sovuq va meni internetim ishlamayapti. Internetim yo'q, qayerga borishni bilmayman, uyqum kelyapti, kechqurun uxlamaganman. Ko'rib turganinglardek meni eng katta qilgan xatoyim bu bilet vaqtini noto'g'ri olganim. Ya'ni Rigadan chiqish vaqti soat ertalabki 3 va Vilnyusga kelish vaqti soat ertalabki 7. Xullas soat 7 ham bo'lmagan даже. Sim kartam yo'q, internetim yo'q. Haddan tashqari sovuq, haddan tashqari. Prям sovuq. Qayerga borayotganim bilmayman, lekin qayergadir boryapman bilmayman. Hozir magazin topib sim kart olishim kerak. Atak sim kartani qanaqa qilib ishga tushirishni bilmayman kelgan. Endi qornim ham och. Sizlarga ko'rsatsam bo'lmaydi. Настолько sovuqligidan men buni qarayman. No, это просто пиздец. Men bu buildingga boryapman. Ichkariga kirib, ichkarida isini olib, bu narsa oladigan bo'lsam va kofe olishim kerak o'tda. Sim karta eng asosiysi. Lekin men bu juda chiroyli. Xo'p, meni o'zim vpечатленiyamga keladigan bo'lsa, meni nerv bo'lsa zo'r narsa, no student paytliging, пока что yaxshi narsa emas, baribir aylanish deb fikrlardim. Lekin men bu binolarni xo'p, kamera hozir ko'rsatmayapti, men sizlarga keyinroq ko'rsataman. Hozir isini olganimdan keyin quyosh chiqqanidan so'ng. Lekin bu nereально chiroyli. Bilmadim, вообще xursandman kelganimga. Bu hayotdan xursand yo'qin va 1 soatdan keyin u fikrini 180 gradusga o'zgartiradi. Boshida sovuq otib, anaqa internetim yo'qligiga negativniy что-то emotsiyalar kelyotdi. Lekin hozir prям I don't know, man anaqa уже sabrim chidamayapti tezroq. Isini olib, sim karta olib quyosh chiqishini kutishiga. Aylanishga chiqamiz. Вот juda sovuqlik yana bitta isbot. Настолько shu darajada холодно. Men bularni ustarim buzib qo'y. Men bu building вообще seksi ekan lekin. Hozir men bu yerga kirib ko'ramiz. 8 dan 24 gacha. Bro. Men 1 soat kutishim kerak endi buni ochishim. Hozir ertalab soat 7 da Vilnyusda nimadan qoluvding degan odam yo'q. Men 1 soat ko'chada izg'irin sovuqda mol ochilishini kutdim va aylanib yurganimda shu view menga ochildi. Va bu view просто hamma narsani menga iskoga chiqib berdi. 1 soatdan so'ng mol ochilgach, men molga kirib, сразу issiqqina kofe va pirojni sotib oldim. Guys, nima bo'ldi? Soat 6:50 ga men yetib keldim. Soat 6:50 dan soat 8:00 gacha men mana shu hozirgi turgan molimda yon atrofida aylanib yurdim, chunki ko'cha juda sovuq edi. 0 gradusda tasavvur qilsam, men где-то 9 gradus или 6 gradus bo'ladi deb yubqa kiyinib kelganman. Shu narsada
Еще вот mani shimim tagida podshtanik ham hech nima bo'lmaydi. O'shaning uchun mol ochilishini kutdim va mol ochilgandan keyin kirib anaqa kafenyada kofe ichdim va hozir quyosh chiqdi va bo'yli issiqroq ko'chada deb umid qilaman. Endi hozircha GPT orqali rut qilganmiz do'stim bilan. O'sha rut orqali aylanamiz. Hozir o'shani ko'rib chiqaman. So it's like Xo'p, hozir nima? Endi eng birinchi men Mo degan muzeyga borar ekanman. Ko'rdim. Google Maps'dan juda chiroyli muzey. Hozir o'sha yerga boramiz. Ketdim. O'rsam Vilnius buncha xo'p, juda eshitganman to, что uzun binolar ko'p, lekin bu darajada zo'r bo'ladi deb o'ylamagandim. Короче, mana do'stlar, xuddi Google kartada ko'rganimda Mo degan muzey. Hozir kirib ko'ramiz. Короче, muzey пока что shunaqa kirganinglarda resepsiyon bo'lmasdi. Bu yerda sumkalarni qoldirishlar kerak ekan va studentlar uchun 6 yevroga, hechqangacha 5 yevro chiqarib beruvdi. Men bu stikerni ko'kragilarga yopishtirib olishlar ekan. Hozir mana shu javonlardan bittasiga anaqamizni qo'yamiz. Ryukzakimizni qo'yamiz. Tak, bu yerga ryukzakka men va pasportimni tiqdim. Даже magnitli ekan. Короче, guys, вот shunaqa kiyimlarimni o'tga osdik va buni qilayotgan, конечно, men bu yerga yopishtirdik. Endi tepaga aylanishga chiqamiz. So, let's go. So basically biz mana shunaqa tepaga chiqamiz. Mana bu zona chiroyli ekan juda. Bu zonada menimcha bundan olib qarasak, kichkina bola o'tirsa kerak, telefonni zaryadkaga qo'ysa yaxshi, zo'r bo'lardi. Agar telefonni zaryadkaga qo'yish mumkin bo'lsa. So basically guys, what's crazy is that like ikkinchi etajda like butun ikkinchi etaj bu like playground, ya'ni video o'yini. Tasavvur qilasizlarmi? This is so crazy. Qara, bu bitta o'yin. Вот yana bitta. Вот yana bitta. Вот yana bitta. Бесконечное o'ynasizlar bo'ladi. Dimension. This is so crazy. Hop, men hozir video o'yinlarga juda qiziqaman. Hozir hamma joyni explore qilib chiqqanimizdan keyin vaqtga qarab o'ynagim kelib qolsa, vibe'ga qarab tushib o'ynab ko'ramiz. Hozir endi 3-ga chiqib ko'ramiz. Now let's go to the third floor. Men o'zim birinchi 3-qavatda o'zim ko'rib chiqaman, keyin sizlarga ko'rsataman. Let's get into it. So basically men bu yerda kesinglar qanaqadir g'alati lava, bilmadim, lavaga o'xshatdim pastni. Men bu 4 kolonka qanaqadir ovoz beryapti. Yerning tagida reально ovoz bor. Tipa yer tagidan shunaqa ultra toshli kelarkan. Litvadagi odamlarning stoli. Menga faqat ko'rsatyapti. Fuck you too, bro. Rasmlar.
Tipa bu tepadan tushyapti. Simchalar. А вот это невесткamiz. Такой красавчик. Ichkariga kirsa, bunaqa bitta multfilm bor edi-da. Multfilm ismini bilmayman. Xo'p, videoni chekkasiga qo'yib qo'yaman. O'sha multfilmdagi narsaga o'xshatdim men buni. So basically javonda qiziqarli narsa yo'q ekan. Kirishga arziydimi yo'qmi? Muzeydan chiqqan payt aytaman. Так o'zim bilmayman hali. Atak mana bu haykalchilar прикольный ekan. Bular nima desanglar, bular nimaga qo'yib qo'yishgan bilmayman. Like nobody cares with socks. Baba chiroyli kiyim kiyyapti lekin. Vau. Bitta qanaqadir didsiz gilamchalar. Ammo bu narsaga qiziqib qoldim lekin, tipa ma'no nima tushunmayapman. Как bu mana bu yerda shisha nimalar, ipligi, qanaqadir iplarmi, nimadirlar ilingan. Bu yerdan tushyaptim, like ma'no nima? Bu yerga kelsak, mana shu narsani ham tushunmadim. Bu shu narsani demonstratsiya qilyaptilar и bu yerdagi noshida bo'lsa bo'ladi. Lekin kimga qiziquvni eshitish nimaligi ham noma'lum. Guys, what's really crazy is that просто ikkinchi etajda, ikkinchi qavatda shunaqa o'tib ketayotgandim. Bu yerda chiroqsi o'chiq turuvdi. Qop qorong'u. Men kildovkam nima deb o'yladim, faqat men bu kurs ko'rinyapti. Eshikni ochsam, bitta qadam tashlasam, mana bu chiroqlar yonyapti-da, avtomatik. Qarasam kutubxona ekan, chiroyliligini qaranglar. Vau, просто atmosferno такой. Yana kompyuterlar ham bor. Bu просто rай deyman bu kutubxona. Voy, stolik ham bor даже. Oh, that's so cute. Xo'p, muzeyni otizga keladigan bo'lsak, men muzeyni juda katta deb o'yladim. O'ylaganimdan hech ham kichkina. Va особо qiziqarli narsa yo'q. Ikkinchi etaj voja qiziqarli no'niyat. Xo'p, men nima qildim? Men просто kirib kontent oldim. Как бы qiziqarli, tipa qiziqarli. Atak kelishinglarni maslahat beraman, bermaymanmi degan savol bersanglar. It's conditional. Agar pulinglar oshib toshayotgan bo'lsa, просто 5 evroni 5 euro, 6 euro pulinglarni shunaqa figня narsaga sarflamoqchi bo'lsanglar, maslahat beraman. Da vaqt o'tkazishga прикольно emas, kontent olishga. Atak pulinglar chegaralangan bo'lsa, umuman maslahat bermayman, chunki 6 euroga arzimaydi, chestno. To'g'ri 6 euro ko'p emas. Tak ketishni oldisiga birinchi qavatda obzor qilib berib ketaman. Eng oxirgi mana bu xonada kichkina bolalarni o'yingohi, bilmadim qorong'u nimadirlar bor. Bu open hall, bu ham kichkina bolalarniki. Bu yerda merchlar bor. O'sha xonani merchlari, lekin juda qimmat. Hech nima olib bo'lmaydi. Hamma narsa 10 euro. Shunaqa juda qimmat. Hop, kelgan merchlardan o'tasizlar. Bu yerda kiyimlaringizni qoldiradigan joy, sumkangiz va kiyimlaringizni qoldirsangiz bo'ladi. Va bu oshxonasi. Bu yerda reception. Ot oshxonasi. Hop, men ketyapman. Soat 12 bo'ldi. Skyline ko'rinadigan joyga boraman. Yo'qsa bit qilib, keyin ko'raman ChatGPT orqali. Nima qo'yib bergandim. So basically this is it.
like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown, with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown, with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown, with golden brown. Bu yerda men dunyo qanchalik katta va go'zal ekanligini tushunib yetdim. Va ha, bu yerda men yig'lab yuborishimga sal qoldi, chunki bu go'zallikni men ko'ra olyapman, lekin bu yerga kelishimga sababchi bo'lgan men onajonim hali hech qaysi davlatda bo'lmaganlar. Hop o'rtalar, mana shu viewda o'tirib faqat o'shani bilan kelgandim. Mana shu yerda anaqa abetlanaman deb. Men bu uyda buni suv va kokteyl bilan zapyot qilamiz. Men o'zi anaqa zalga chiqib anaqa balking qilayotganim uchun protein ichishim kerak. Bu proteinim почти yarmida, kunlik proteinim. Men 94 gram protein yeyishim kerak. Bu уже yarmi. Bunaqa narsalar bilan yana yopib yuborsam, menimcha